Assalomu alaykum obunachilarimiz. Qo'qon moshina bozor Jigullilar qatoridan bir voshdan narxlarni so'rab boramiz. Sizlardan bittadan like, kommentariyalarda qaysi moshinalar ma'qul kelishini yozib tursalar, biz o'shanga qarab moshinalar olib beraveramiz. Obunachilar, yana bitta Moskvichlarimiz. Bu safar Moskvichlarimiz chiqibdi. Yili 86. Motorlar qanaqa ekan uni? Metan qo'yilgan. Yo'qidimi, yemedimi? Qaytdiki mashina. Xo'p, olti arada mashinasi. Betani qanaqa ekan? 80 ta. Betani 80 talik. Temir metan. Benzinda yuradi? Ha, hozir benzinda. Obunachilar bitta ko'ringlar, yili 86. Suyaklar qanaqa ekan? To'rtta baloni o'rtacha holatda. Pulchi? Pulini dashladim. 15 million. Bozor qildimi? Endi yetib keldi. Hop, obunachilar, endi yetib kelishgan. 15 million narx aytishyapti. Faqat endi bozorda bu narxi ertaga chiqadi. Bugun sababi olib sotalar narxi beradi endi. Agar sotilmasa, ertaga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Lekin mashina holati chetik. Pritsepnoylar yo'q, pritsep yuk tortmagan. Yuk tortmay, daverni qilib beraverasizmi? Gen qilib beraverasizmi? Gen qilib beriladi. Telefon nomeringiz? 90lik 781 7997 ga aloqaga chiqaverasizlar. Mashina yaxshi, tetik holatda. 15 million narx aytayapti. Bitta kelishib ko'rasizlar. Qanchalik? Qaytdiki mashina? Yil nechidis? 2009 injektor motor, metan qo'yilgan. Yo'qidimi, yemedimi? Yo'q. Kraskalar qanaqa ekan-ki? Aytuvchida bor, suyagi butun. Xo'p, furqatda mashinasi. Obunachilar bitta ko'ringlar. Metallar nechtalik? 80 talik. Metan 80 talikmi deyishyapti. To'rtta baloni yangi ekani. To'rtta baloni yangiga tortadigan holatda. Pulchi? Birinchi bozor chiqishadi? Ha. Gen qilib berasizmi, qilib bermaysizmi? Berilaveradi, o'tkazaman. 36. Xolos siz o'tkazib beriladi, xolos siz gen qilib beriladi ekan. 2009 to'rtta baloni yaxshi, metan qo'yilgan, injektor motor. Mujjal qana bo'ldi? Bu qishloqda birontasi so'radimi? Hech kim so'ragan. Hech kim so'radi. Birinchi bozor chiqishi. Birdan shu qarorga olib chiqiladi. Telefon nomeri? Eshitma qilingan. O'zgartirilmagan, boshqa qilinmagan. Shuni men o'zim ro'zg'orda meni yurilgan mashina shunday olib chiqib kelindi bozorga. Telefon nomeringiz? 91lik 91lik 687 687 92 94 aloqaga chiqaverasizlar. Bu ham xuddi shunaqangi ertaga narx chiqadi. Bugun shu olib sotilishga aylanishni boshlagan. Kelishadi, agar mabodo kelishib qolsa bularga sotadi, kelishmasa ertaga narx chiqadi, aloqaga chiqib ko'raverasizlar. Hop, obunachilar, yana bitta 06 miz, yili 81 ekan. Shunda nimalarni ochib yuboringchi? Xo'p, motor yangi qilinganmi? Motor qilinganchi. Propan metanmi? Metan ekan-a? Benzinda yuryapti. Benzinda yuryapti. Shunda salonlarni bitta ko'rsatinglar. Suyaklar qanaqa ekan? endi kalta yurmagan. Xo'p, kalta yurmagan desa bo'laveradi. Oynani pultlari ishlayaptimi? Oynalarga pultlar qo'yilgan. To'rtta balonimiz yangiga tortadigan. Qancha yuradi? Metallar qanaqa ekan? 65 kapron ekan. Ruxsati bormi ekan, yo'qmi ekan? Mana. Ruxsati tugagan. Ha, Chex pasportga gaz urilgan. Ruxsati bor. Nech pul bo'ldi? Bugun narx so'radimi birontasi? Endi har xil. O'zingiz mujjalingiz qanaqa? 20 larga borib qolsa. 20 81 yili 20 kira olmasmi? O'tib beramiz-da. Nega emas, so'rayapmiz biz.
Obunachilar dehqon narxini bilmaydi, 20 million deb bitta orqaga tashlab yubormanglar. Bulardan xuddi shunaqangi ertaga narx chiqadi, olib sotalar narxlaydi. Ma'qul kelib qolsa shetda sotaverasiz, agar ma'qul kelmay qolsa, erta bitta aloqaga chiqqanda kelib sotaverasiz. Telefon nomer 99lik 464 66 gen qilib berasiz. Yo'q, egasiga aniqlamiz dedim. Nima daman? Afarimini qilib olinadi. Gen qilib berilmaydi. Obunachilar bitta aloqaga chiqinglar, mashina holati tetik, suyagi butun dedingiz. Suyagi butun. Bozoringizni bersin. Obunachilar, yana bitta mashinamiz. Yili 89. O'tgan safar ham qo'ygan edim. Qo'yganimizni anchagina obunachilarimiz telefon qilgan. Ozgina kelisholmagan joyi bor. Motorlashini ko'raylik. Xo'p, motor yog'i yedimi, yemedimi? Propan qo'yilgan. Benzinda yuribdi hozir. Ya, propanda muammo yo'q aytgancha. Xo'p, obunachilar, 4 ta balonimiz yangi. Salon qismlari ko'rsatdim, yana bitta ko'rsatib qo'yapman. Tabletka nima kalbasadan qo'yilgani, zapaskasi bor, chirigan joylari u darajada yo'q, faqat kraskasi ketgan joylari bor ekan. Suyagi qanaqa edi? Butun mashina. Suyagi butun. Qidirib qo'yganman xolos. Ha, chirigan joylarini avvalo chaqchiq qilib salpal o'ziga keltirib qo'yilgan, lekin suyagi butun. Obunachilar, 12 ga shtarga berib yuboryapsizmi? Yo'q, 13 bo'lsa beramiz. Obunachilar, mana shunga bitta aloqaga chiqinglar. dizel 89 yili. Obunachilar aloqaga chiqinglar, 13 million shtar sanaganga beriladi, gen qilib berasiz. Xohlagan dokument. Xohlagan dokumentini qilib beriladi. Aloqaga chiqinglar, tirikchilik qilsa bo'ladi. Hozirda gaylar bilan bitta gaplashganimda hali beri Qo'qon, Vodiy tomonlarda Iliyskiy mashinalar chiqarib yuborish boshlangan. Yo'q, boshlanmasa ham kerak dedi. Shuning uchun aloqaga chiqib, hop mazaq minsalar ham bo'ladi. 13 million shtar sanaganga beradi. Telefon nomer 93lik 169 89 Obunachilar, 12 milliondan tepada pul bo'lsa, keyin aloqaga chiqinglar. 13 millionga beraman deyishyapti. Shunchalik sizlar ham ovora bo'lmanglar, bularni ham bezovta qilmaysizlar. 12 milliondan baland pul bilan aloqaga chiqaveringlar. Bozoringizni bersin. Xo'p, obunachilar, o'tgan bozor ham qo'ygan edik, balkim qimmat etgan bo'lishlari mumkin. Yili 98. Burxonboy. Motorlar qanaqa edi? Motor 6, korobka 5 talik. Motor 6, korobka 5 talik, metani bor. Metan 80 talik, salon qismlari 20 million narx aytyapti o'zlari. Amanki, lekin to'rtta balonlari yaxshi. Suyaklar butunmi ota? Suyagi butunmi? Kraskalarchi? Kraska tomdan past qilingan, dangil aytaman. Tomdan pasti qilingan. Obunachilar, bitta aloqaga chiqinglar. Telefon nomer 90lik 564 90lik 564 91 33. 91 33. Ha, Furqat tumani mashina. Furqat tumani. Qarang ota. Beradiganingiz qancha? O'shandan bezovta qilmasin deb o'tgan safar aytganimiz shekilli edi. Ha, 22 so'm shtir sanasa bo'ldi, olib tursin. Men gap so'zim yo'q. Qancha olminsa? Yana telefon qo'ymaydi dedi. Ha? Yana telefon qo'ymaydi dedi. Yana qimmat aytdingiz ota. Asfota. Yuriyat hozirda mashina. Qanchaga? 21 ga bermading. Obunachilar 21 ga bermabdi. Tomdan pasti kraska, suyagi butun. Xo'p. Qo'yma o'rtachi o'rin. Mashina muammosi yo'q. Bitta aloqaga chiqinglar, gaplashib ko'ringlar. Gen qilib berasiz? Generalni qilib berasizmi? O'zi qilib oladi. Yo'q. Tushunmadingiz. Generalni berasizmi, nomiga o'tkazdirasizmi faqat? Yo'q, o'sha gen qilib berilaveradi. Obunachilar bo'ldi mashina. Obunachilar, bitta aloqaga chiqinglar, ko'ringlar, mazaq minadiganlar bozoringizni bersin. Sog' bo'ling. Obunachilar, sizlar bittadan like bosib tursalar, biz qo'limizdan kelgancha mashinalar qo'yib boramiz.